bozordan mol sotib olib keldingiz. Qattiq shamollaganmi yoki mana bunaqa kasalmi yoki bunaqa kasalmi? Badanini o'mmartalab teshmasdan ikkita teshik bilan hal qilish yo'lini sizlarga hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Sulfitarisan dori vositasi tarkibida 3 xil antibiotik va 1 xil deksametazon gormoni saqlaydi. Endi tasavvur qiling, 4 ta joydan 4 ta ignani sancha molda stress qilganingiz qanaqa-yu yokida bitta teshikdan ishingizni hal qilganingiz qanaqa? Ikkinchi teshikdan bo'lsa, quyidagi dori vositasini jo'natamiz. Flunicek dori vositasi Flunixin melgumin o'zida saqlaydi. O'pka kasallik, bo'g'im kasalliklar, isitmali va yallig'lanishli jarayonlarni olishda yordam beradi. Eng asosiysi steroid emas. Buni bemalol qo'llaysiz. 2-3 kun mobaynida shamollash va quyida ko'rsatilgan kasalliklar uchun juda qo'l keladi. Hattoki qo'ylarga ham zo'r effekt beradi. Bo'g'ozlik davrida esa ehtiyotkorlik choralari bilan qo'llanilishi mumkin yokida veterinar ko'rsatmasiga asosan qo'llaysiz. Ha, aytgancha, Apitsena kompaniyasi katta vet aptekalarni hamkorlikka chaqiradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, mol boqadigan tanishingizga jo'natib qo'yib, videoga like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Romovet bo'ldi.